har qanday ishingizni bitkizib yuboradigan, yuzingizni issiq qiladigan, so'zingizni o'tkir qiladigan, qalbingizga xotirjamlik beradigan, boshingizga bir musibat, bir ish tushganda, g'am tashvishga botgan vaqtingizda qalbingizga sakinat, sokinlik, xotirjamlik beradigan va ana o'sha dard musibatlarga yengillik beradigan, yengib o'tishingizga dalda beradigan, musibatlarni sizga yengil qilib ularni nari qiladigan narsa, yuragingizga quvvat beradigan, belingizni baquvvat qiladigan, dushmanlaringizga sizni haybatli ko'rsatadigan, ularni esa sizga mehribon, muloyim va rahmdil qilib qo'yadigan. Xullas, har qanday ishingizni xamirdan qil sugurgandek oson bitkizib oladigan narsani o'rgataymi? Bu shu kalima. Qachon boshingizga bir ish tushganda, g'am tashvishga botganingizda, yuragingiz siqilganda, hech yerga sig'may qolganingizda, yoki birov bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, albatta shu so'zlarni o'qing. Hamma yo'g'i zo'r bitadi, cho'tki bo'ladi ishlaringiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Shu kalimalarni, shu so'zlarni o'qib yuring. Ishonavering, ishlaringiz xamirdan qil sugurgandek osongina.